Men keldim, kim kutib oladi? Hozir 1 minut ishga o'tdim-a. Mayli. Oldin ham hech kim kutib olmagan. Hozir ham hech kim kutib olmaydi. Boshlandi. Zebo, ovqatingizni suzasanmi? Hozir 20 minutda tayyor bo'ladi. Mayli, biza boshqalar erlarga o'xshab vaqtida ovqat yemasak ham bizaga yarashaveradi. Trimidagi divanni plis qilib oling. Mayli, biza yotgan joy kir bo'lib qolaverar ekan-da. Uydan keta qoling, u ham kir bo'lib qolmasin. To'xtang, umidagi telefon olmoqchi edingiz-ku, yuring birga borib kelamiz. Mayli, olamiz desanglar olaveramiz. Lift ishlamayotgan ekan, zinadan tushiramizmi? Mayli, biz oddiy odammiz, o'zinadan tushaveramiz. Menda nima ayb, lift ishlamasa nima xafa bo'l. Mayli, hamma aytmanda. O'zbekistonda birinchi marta dunyoga mashhur brendlar xalqimiz uchun arzon narxlarda naqdga ham 12 oyga bo'lib to'lashga ham. Yangi chiqqan Samsung Galaxy A17 12 oyga 199 ming so'mdan. Rostdan hech qayerda yo'q narxli ekan. Mana bu 32 talik Smart TV 12 oyga 99 mingdan ekan. Dunyoga mashhur LG brendining 43 talik smart televizori 12 oyga 458 ming 250 so'mdan ekan. Samsungning sen yaxshi ko'rgan 6,5 kilolik yuk mashinasi bor-ku, 416 583 ming oyga. Agar 8 kiloligini olaman desang, oyga 499 ming 917 so'mdan 12 oyga. Samsungga katta 310 litrli xolodilnigi 12 oyga 799 ming 917 so'mdan bo'lib ketibdi. O'zi LG bilan Samsung ko'p texnikalar aksiyaga chiqibdi-da. Agar 12 oyga emas, 24 oyga olsang ham aksiya bor. Masalan, Premier'da 415 litrli xolodilnigini olsang, 6 kilogramli Laretto yuk mashinasi yoki 40 talik Smart TVdan bittasini olishing mumkin. Sovg'ani eng qizig'i o'zing tanlaysan. Eng zo'r tarafini aytaymi? Boshlanish to'lovi yo'q, foizlar yo'q, kafillar umuman kerak emas. To'liq ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga bog'lansang bo'ladi. Nasringizni qarang zo'rligini. Mayli, sizlar uraveringlar, sizlar ham mumkin, biz ham mumkin emas.